Denov tumanida kiberfiribgarlik bilan bog'liq navbatdagi holatning oldi olindi. Fuqaroga noma'lum shaxs tomonidan telefon orqali qo'ng'iroq qilinib, o'zini bank xodimi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organ vakili sifatida tanishtirgan firibgarlarning aldovga uchrash arafasida bo'lgan fuqaro telefon orqali muloqot davomida firibgarlar bank kartasidagi mablag'lari xavf ostida ekani, hisob raqamidan noqonuniy yechib olish holati kuzatilayotgani haqida yolg'on ma'lumot bergan. Shuningdek, mablag'larni saqlab qolish bahonasida pulni xavfsiz hisob raqamiga o'tkazish zarurligini aytib, fuqaroni shoshilinch ravishda bank filialiga borishga undagan. Bankda xizmat olib borayotgan Denov tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati xodimlari fuqaroning hayajonlangan holatiga e'tibor qaratib, undan vaziyat sababini so'rashgan. Xizmat faoliyatimizni olib borayotgan paytimizda 14 ta yigirmalar chamasidan notanish fuqaro keldi va unda qo'rquv, hayajon, stress holati bor edi. Biz fuqaro bilan suhbat olib borgan paytimizda u telefonida notanish fuqaro chiqib, SMS kodini so'raganligini, shu SMS kodni so'ragan paytida u SMS kodni aytgan. Fuqaro ikkita sim karta ishlatgan, o'shanda ikkinchisida plastik raqamni ulagan va unda yana SMS kod kelgan fuqaroga. Biz Milliy bankdan 100 million so'm kredit chiqardik. Sizga hozir plastik raqamingizga tashlab beramiz deb aytgan. Sizlar kim deb so'raganda telefon raqamidan notanish fuqaro o'chirib qo'yib, biroz vaqt o'tgandan keyin fuqaroga boshqa raqamdan chiqib kod boradi. Siz ayting, sizda kredit rasmiylashtirganmiz, o'tkazib beramiz deb aytgan. Bu darhol Denov tuman Milliy bankka kelgan. Fuqaroning plastiga 40 million so'm pul borligini aytdi bizga va darhol uni telefonni tozalab, kiber xavfsizlik boshqarmasiga telefon qilib, bo'lgan holatni tushuntirib berdik. Qo'riqlash xizmati xodimlari ushbu holatni darhol kiberfiribgarlik alomati sifatida baholab, fuqaroni telefon suhbatini to'xtatishga chaqirishgan va firibgarlar tomonidan qo'llanilayotgan usullar haqida batafsil tushuntirish berishgan. Natijada fuqaro firibgarlarning aldoviga uchib, bank kartasidagi mablag'larni yo'qotishdan saqlab qolindi. O'z vaqtida ko'rsatilgan hushyorlik va profilaktik choralar tufayli firibgarlarning jinoiy rejalari amalga oshmay qoldi. Xodimlarning e'tiborli va mas'uliyatli harakatlari tufayli yana bir fuqaro firibgarlar tuzog'iga tushib qolishdan asrab qolindi. Telefon qolsa, kod hech qachon bermanglar. Menga yordam berishdi, rahmat shularga. Meni shu firibgarlar dastidan qutqarib qolishdi.